O'zligini bilmagan xalqning kelajagi yo'q. Biz xalqimizni o'qitmoq, ongini yuksaltirmog'imiz lozim. O'zga tillarni o'rgan, ammo o'z tilingni unutma. Ilm hayot chirog'i, jaholat zulmat, millatning saodati maktabdan boshlanadi. Vatan uchun xizmat qilish eng oliy burchdir. Millatni qutqarish yo'li ilm va ma'rifatdadir. Farzandlarimiz dunyo ilmlaridan bebahra qolmasinlar. Yoshlar uyg'onsa, kelajagimiz ham uyg'onadi. Yurak sensan mening ustozim. Tilimni nayga jo'r etding, ko'zimga oyni berkitding. Yurak sensan ishqa bog'izim. Itoat et agar sendan vatan rozi emas bo'lsa. Yoril, mayli chaqmoqqa aylan. Yoril, mayli men tamom bo'lsam. Adabiyot xalqning ko'zgu istiqomati. Biz ertangi kunimizni yo'qotsak, bugungi kunimizni ham yo'qotamiz. Men qalamim bilan dunyoni o'rgatmoqchiman. Erkinlik millatning jonidir. Yoshlar yig'ilsa xalq uyg'onadi. Men orzu qilaman bunday baxtli O'zbekistonni. Yangi maktab millatni qalbini uyg'otadi. Ma'rifatli xalqni hech kim yenga olmaydi. O'qituvchi jamiyatning muallimi emas, balki quruvchisidir.